بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد اللهم ربي يسر ولا تؤسر وتمم بالخير سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Assalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu. Hurmatli ustozlar va qarindoshlar, bugungi axloq darsimizning temasi kamtarlik. Kamtarlik bo'lsa, dunyoda va oxiratda insonning martabasini ustun qiladi. Bu to'g'rida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shunday deydi: har qanday bir kishi Alloh uchun, ya'ni Allohning roziligi uchun kamtar bo'ladi ekan, Alloh subhanahu va taolo bu kishiningki martabasini, qadrini ustun qiladi. Bu kamtarlik bo'lsa, Peygamberlerin ahlakı, isil kişilerin alametleridir. Musa aleyhisselam dadisi yaşanıp kalgan iki kızcakның koyunu suğağılı çıkan vaxtıda quduqның üstüdeki yoğan taşını ilip ulağa koyunu suğrışıga yardımlaşken. Davud aleyhisselam Allah'ın katı peygamberi, Allah şunda nimetlerini ata kılgan zat bulup, yani bu daim özünün kolu arkalık kesip kılıp yetti. Yani tömürçülük kılattı. Zekeriya aleyhisselam yağatçılık kesbi bilen şugullanıp durmuşunu kamdaydı. İsa aleyhisselam deytti: "Ve barran bi valideti, men anamga yaxşılık kılışkı buyuruldum. Allah subhanahu ve taala meni zalim ve baksiz edin aşkıçılardan kımmedi." Peygamber aleyhisselam eytidi: Allah subhanahu ve taala her kandak bir peygamberine evet ediken o peygamber koyuvaqqan. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den ayeti köngli yumşaq, mehriban, müminlarga naiti kamtar, ularga mulayim, ularning qiyinchiliklarini ustiga oladigan, bir narsa yo'q kishilarga narsa kerak hal qilib beradigan, qiyinchilikda qolgan kishilarga yordam beradigan shundoq esil zot edi. Hatto kamtarlikdan eshakka minitdi va keyniga yana boshqalarni mingashtirib oldi. Yo'lda uchirgan ushaq bolalarga salom qilatdi va uchirgan kishiga dastlabda salom qildi. Hatta addi bir narsaga chaqasimi, chaqirg'uchininki chaqirig'iga ijobat qilib bordi. Ayşe annemiz, yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem uyda nima ishlarni qiladi deb so'ragan vaqtida Peygamber aleyhisselam ailesidagilarning xizmatini qiladi, uy ichiga yordamlashib beradi, namozning vaqti bo'lgan vaqtida namozga chiqadi deb javob bergan. Kamtarlik bo'lsa, jamiyatda o'zaro bir-birini yaxshi ko'radigan, bir-biri bilan yaqin o'tadigan va adolatning tarilishiga sabab bo'ladigan esil xislatlarning biridir. Peygamber aleyhisselam şundak aytidi: Allah subhanahu ve taala bana şunu vahiy qildi, yani sizlarning kamtar bo'lishinglarni, bir odam yani bir odamga o'zini faxr qilib cho'ng tutmaslikni va bir odam yani bir odamga haddidan oshmaslikni buyurdi. Kamtar odam deganning dili sunuq bo'ladi. Bu odam gap so'zda muloyim bo'ladi, bandalarga mehribon, kuyimchan bo'ladi va o'zini boshqalardan haqliq yoki ustun deb qaramaydi, balki o'zidan boshqa kishilarni nihoyatda fazilatlik, ortiqchilik va deb qaraydi. Mana bu Allah subhanahu ve taala o'zi yaxshi ko'rgan, o'ziga yaqinlashtirgan, izzat ikrom qilgan kishilarga beradigan isil axloqning qatoridan. Allah barasida kamtarlik qilib bo'lgandan keyin inson yana qaysi tarafdan kamtarlik qilamiz desa, ota-onasiga nihoyatda kamtar, muloyim bo'lish kerak. Ota-onaga yaxshilik qilish, ularni izzat ikrom qilish, Allohga asi bo'lmaydigan barliq ishlarda ularga itoat qilish, ularga kuyinish, ularga ochiq chiroy bilan qarash, gap qilganda muloyim, fas ovozda gap qilish, hayot vaqtida va vafot bo'lgandan keyinmi ularning haqqida ko'p duo qilish kerak. Allah subhanahu ve taala Qur'oni Karimda shunday aytadi: "Vahfid lahuma janaha zulli minar rahmati va qul rabbirhamhuma kama robbayani saghira." Yani ata-ona uchun o'zingni hammadan tuvan tutgan, ularga nihoyatda mehribon bo'lgin va duoyingda Robbim ata-onam meni kichik vaqtimda shunday parvarish qilib, yani tarbiyalab chiqqandek ularga rahim shafqat qilslar deb duo qilgin. Ata-onaning buyrug'iga bo'ysunmaslik, ularga takabburlik qilish, ularning hojatlarini ado qilishda nihoyatda deb afsuslanib bo'ysunmaslikning hammasi takabburlikning bir turi va ata-ona qaqishdan iborat bo'lib, bunday odamningki do'zax kirdiganligi Qur'on hadislarda bayon qilingan. Ya'ni diniy tarafdan o'zini nihoyatda kamtar tutish kerak. Dinga o'zining fikr qarashi, havo havasi bilan dinga qarshi chiqmaslik. Shundaqla o'zining o'rgangan bilimlari qaysi sohada bo'lsin va qilayotgan ish faoliyatlari bilan dinga qarshi chiqmaslik kerak.
Har qanday odam nasihat qiladi ekan, to'g'ri nasihatni qabul qilish, nasihat qilgan odamga rahmat tashakkur etish. Yaxshilikqa buyurib yoki yomonlikdan cheklagan vaqtida to'g'ri ishga bo'ysunish kerak. Kamtarlik qilgan odam Allohga haqiqiy itoat qilgan bo'ladi. Fuzayl ibn Ayaz rahimahulloh aytadi, kamtarlik degan haqqa bo'ysunish va haqning oldida o'zini tuvan tutishdan iborat. Bir odam Malik ibn Meg'val rahimahullohga Allohdan qo'rqqaniga vaqtida u zot o'zininki mangzini yerga qo'yib yig'lab Allohga duo qilgan. Shuningdek, o'qituvchi, o'quvchilar muallimni hurmat qilish bilan birga o'zaro bir-biriga kamtar bo'lish kerak. Haqiqatan hadis ulamolarining shayxi bo'lgan Abu Musal Madini rahimahulloh taxtilarga yozilgan Qur'onni kichik bolalarga o'rgatdi. Garchi bu kishininki ilmi nihoyat yuqori, kishilarning orasida shunday hurmatli katta bir zot turug'liq, ushoq bolalarga Qur'oni Karim ta'lim beradigan ishlar bilan mashg'ul bo'ldi. Kasallarga kamtar bo'lish kerak. Ularni yo'qlab turish, ularning yonida turib, ularning qiyinchiliklari, kasallarining shifo tepish uchun ularga yaxshi tilaklarni qilish va ularga bu yetgan kasallikka Allohdan savob umid qilish, Allohning qazoyi qadriga rozi bo'lish va kasallikningki dard alamlarga sabr qilish to'g'risida ularga yaxshi so'zlarni qilish. Faqir, miskin kishilarga muloyim bo'lish, talab qilishda hayo qiladigan, iffatli, ehtiyojli faqir miskinlarga ochiq chiroy etish kerak. Ularga mol mulkdan va qo'lidan keladigan yordamni qilish kerak. Bishr ibn Haris rahimahulloh aytadi, men kambag'allarning orasida u birga o'ttirgan baydimmo go'zal bir odamni ko'rmadim. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda aytadi, tilkat darul oxiratu naj'aluha lillazina la yuriduna uluwan fil ardi va la fasada val aqibatu lil muttaqin. Shu oxirat diyori, biz bu oxirat diyorini zaminda takabburlik qilmaydigan, cho'ngchilik qilmaydigan, buzuqchilik qilmaydigan, fitna fasod paydo qilmaydigan kishilar uchun qildik. Yaxshi oqibat taqvodorlar uchundir. Allah subhanahu wa ta'ala o'zining bandalaridan, o'zining buyruqiga bo'ysunadigan cheklamalardan yangan vaqtida kamtar bo'lgan kishilarni nihoyat yaxshi ko'radi. Chunki inson shon sharafga kamtarlik bilan erisha oladi. Shuning uchun Allohga bo'ysunish kerak, musulmonlar uchun kamtar bo'lish kerak, ularga mehribon, muloyim shaklda so'z qilish kerak, ulardan yetgan aziyatlarni o'z ustiga olish, ularga sabr qilish kerak. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda "Wahfiz janahaka lil mu'minin", ya'ni mu'minlar uchun o'zingni nihoyat kamtar tuvan tutgan degan. Shuning hammasi nima bilan hosil bo'ladi desa, Allohning kitobini ko'p tilovat qilish, Qur'oni Karimningki mazmunlarini tushunish, o'qigan oyatning tafsir tarjimalarini bilish, payg'ambar alayhissalomning hadislarini ko'p o'qish, hadislardan foydalanish, shuning bilan birga go'zal axloqli bo'lish, kishilarga yaxshilik qilish, kishilarga aziyat yetkazmaslik, g'aybat, shikoyat qilmaslik, suxanchilik qilmaslik, gap to'shimaslik, kishilarga ular yaxshi ko'radigan shaklda bir muomala qilish. Shunday ishlar bilan shug'ullangan vaqtida inson kamtarlikdan iborat bu sharafli martabaga erisha oladi. Kamtar odam bir odamni ko'rgan vaqtida bu odam mendan yuqori, mendan ustun deb qarash kerak. İmam Shafiy rahimahulloh aytadi, insonlarning qadr qimmati eng yuqori bo'lganlari o'zini hammadan tuvan tutgan kishilar. İnsonlarningki fazilat eng katta bo'lganlari o'zidan boshqalarni har vaqt o'zidan ustun ko'rgan kishilar. Alloh subhanahu va taolo bir insonga ne'mat ato qilsa, bu ne'matni Allohga shukr etish, Allohga bo'ysunish bilan qabul qilish kerak. Abdullah ibn Muborak rahimahulloh aytadi, kamtarlikning manbai bo'lsa, dunyo ne'matlarida sendan tuvanroq ne'matga erishgan bir odamning yonida o'zingni nihoyat tuvan tutishing. Hattoki bu odamga dunyoda sening u odamga bir ortiqchiliging yo'q ekanligini, o'zingni u odamda nihoyat tuvan ekanligini bir bildirib qo'ysang, bu seningki haqiqiy kamtarligingni ifodalaydi. Alloh subhanahu va taolo har birimizni bir-birimizga nihoyat kamtar bo'ladigan, bir-birimizni izzat hurmat qiladigan, bir-birimizni haq tavsiya qiladigan, haq yo'lda yetgan aziyatlarga sabr qiladigan, haqiqiy mukammal axloq egasi bo'lgan yaxshi kishilarning qatoridan qilsin. Vassalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.